Aziz vatandoshlar, sizlarga registratsiya, uni продление qilish, INN трудовой договор, uydimleniya xizmatini taklif qilamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun 11-mart 2025-yil ro'za Ramazonning 11-kuni barchalaringga muborak bo'lsin. Aziz obunachilar, biz Rossiya bo'ylab ish o'rinlarini chiqarishda davom etamiz. Albatta, videosiga maksimal like bosinglar. Bu bosgan like'laring bu videomizni juda ko'p akukalarimizga yetib boradi va odamlar ishli bo'lishga sizlar ham o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar. Aziz obunachilar, biz ish chiqargandik fermadan 92 ming odam ko'rdi videoni, juda ko'p SMS'lar. Bizga vakansiya to'lib qolganligi uchun ko'p odamlarga javob berganimiz yo'q edi. Hozir ham 4 tagina odam kerak, ko'p odam kerak emas, faqat 4 dona patenti bor. Tulskiy oblastda joylashgan Yasnogorsk rayonidagi fermada Tulskiy oblast patenti bilan 4 kishi 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan faqat erkaklarni fermaga qabul qilinadi. Ish sog'uvchilar kerak bo'ladi. Kunduzgi smena 6 dan 8 gacha 13 soat ish, noch smena esa 8 dan 6 gacha 9 soat ish. Ya'ni 2 kun nochga 2 kun denga ishlasalaring ham bo'ladi. Soatiga to'lanadi. Soati 400 rubl sog'uvchilar kerak bo'ladi. Yotar joylaring vagonchikda bo'ladi. Faqat svetiga pul to'laysizlar. Registratsiya besplatno qilib beriladi ferma tarafidan va patent ham to'lab beriladi. Produktdagi yeb ichishga keladigan bo'lsak, go'sht mahsuloti olayotgan bo'lsalaring 200 rubl kilosiga, mol go'shtiga 200 rubl oyliklaringdan ushlab qolinadi. Qandaydir obed, ujin, komplekt kerak bo'ladigan bo'lsa, bor yo'g'i 80 rubl turadi. Obed yoki ujin olsalaring bo'ladi. Yana qanday ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, ekranda o'zimni WhatsApp nomerim bo'ladi. Bemalol chiqib ma'lumot olishlaring mumkin. Rahmat kattakon poddershka qilib bizni qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz davom etamiz. Barchalaring sog' omon bo'lasizlar. Keyingi videolarni ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, salomat bo'lasizlar.